kelar yili Xitoy vaziyatida qandaq o'zgarishlar bo'lishi mumkin? Avtori Asiya Uyg'ur. Davomi. Kim Jong Unning Beijingga berishi va savdo kelishimi suhbati. Bir necha kun avval Shimoliy Koreya prezidenti Kim Jong Unning tuyuqsiz Xitoyga safar qilganligidan xabar topdik. Bu xabarning chiqishi bilan nurg'un medialarda bu haqda qizg'in talash-tartishlar bo'lishga boshladi. Undaqda Kim Jong Un Xitoyga yana nemishga bordi? Hammamizga ma'lum 2018-yil 3-oydan boshlab toki hozirgacha Kim Jong Un jami 3 qatim Xitoyga borgan bo'lib, bu qatim bilan 4-qatim borgan bo'ldi. Ammo diqqat qiladigan bo'lsak, har qatim Kim Jong Unning Xitoyga berishi Xitoy bilan Amerika orasidagi savdo talashlarining halqiliq nuqtalariga kelgandila yuz beryotdi. Ya'ni Xitoyning Shimoliy Koreya bilan munosabati yiriklashishi bilan Amerika Xitoy orasidagi savdo majralarining avjiga chiqishi Kim Jong Unning fursatni g'animat bilib, prezident Trumpga tashabbuskorlik bilan yadro qurollaridan voz kechadiganligini bildirishi va keyindilla Xitoyning Kim Jong Unni maxfiy yo'sinda Beijingga taklif qilishi. Bu safardan keyin Kim Jong Unning yuz o'rishi, Janubiy Koreya prezidentining oraga elchilikka tushishi, Kim Jong Un bilan Trumpning ko'rishining oldi keynida yuz bergan keskin ishlar. Bularning hammasida Xitoy bosh rol o'ynagan. Buni dunyo ko'rdi. Amerika tushundi. Bu ishlarni anglagan va bilgan bizga nisbatan bu qatim Kim Jong Unning yana nima uchun Xitoyga 4-qatim borganligini tushunish ancha tas bo'lmasa kerak. Ya'ni Xi Jinping Amerika bilan bo'lgan bu savdo ko'rishida Shimoliy Koreya ko'zlarini yana ishqa selish orqali Amerikaga Shimoliy Koreyani yadro qurollaridan voz kechtirishda yanala Xitoyning muhim rol o'ynaydiganligini, agar Amerika hukumati Xitoyga qo'ygan talablarni Xitoy qabul qila oladigan darajaga tushirmasa, Shimoliy Koreyani mangu yadro qurollaridan voz kechtira olmaydiganligini Amerikaga bildirib qo'ymoqchi. Bizga ma'lum, bir necha kun avval Amerikaning muavin ministr darajalik rahbarlari Beijingga savdo suhbati uchun borgan bo'lib, bu qatimliq muavin ministr darajaliklar suhbatiga Liu Hening qatnashishi kuzatuvchilar orasida Xitoyning bu qatimliq suhbatda kelishim hosil qilishga bakla aldiravotganligini ifodalashi mumkin degan qarashni o'ttirg'i chiqardi. Kuzatuvchilar yana Xitoyning Amerikaning talablarini to'liq o'rinlay olishi mumkin emas. Balki Xitoy hukumati qayta suhbatlashish, vaqtni keyniga tortish, kelishim hosil qilish, ammo amal qilmaslik. Shundaqla toki Trump vazifasidan qolguncha bu talash-tartishlarni oyig'i chiqmas holatda qoldirish hilasini ishiltishi mumkin deb qaramoqda. Ammo Amerikaning bu qatimliq Amerika-Xitoy savdo kelishimi suhbatiga mas'ul xodim qilib bekitilgan Robert Lighthizer bo'lsa, Xitoyning qurilma xarakterlik islohatiga bakrak ko'ngil bo'ladigan qattiq qo'l kishilardan bo'lib, bir necha kun avvalgi muavin darajaliklar suhbatinimi dal Robert Lighthizer bilan Xitoy orasida
elib berildigan soda kelishimi söhbetining muvaffaqiyatli bo'lishi uchun hozirlangan. Undaqda Robert Lighthizer Xitoy bilan bo'ladigan bu söhbətdə Xitoy tərəfinin vədisini əməlgə to'liq oshirish uchun qandaq tayyorliklarni qilyapti? Dajiyuan to'rining xabarida bu haqda mundaq deyilgan. Trump hökuməti tərəfindən Amerika soda vəkili qılıb belgilangan Robert Lighthizer Xitoyning qurulma xarakterlik islohotiga bakrak ahamiyat berdigan bo'lib, masalan, Xitoy hökumatining davlat egiligidagi korxonalarga berdigan yordami va Amerika korxonalarining aqliy mulk huquqini o'g'irlash qatorliqlar. Egilinishcha, u navbatda har xil vositalarni qo'llanish orqali Beijingni va'dasiga amal qildirmoqchi bo'lib, buning ichida Beijing va'dasini amalga oshirganda ondan Xitoyga qaratgan 200 milliardlik 10%lik bojni amaldan qoldirish yoki bir qism jazo xarakterlik bojlarni to'xtatish. Ammo amalga oshmagan va'dalarga nisbatan qayta jazo qo'llanish huquqini saqlab qolish qatorliq usullarni qo'llanadi ekan. Ya'ni bu demak, Amerika bu qitim Xitoyning yillardan beri izchil qo'llanib kelayotgan vaqtni keyniga surish, har qanday va'dani berish, ammo amal qilmaslik bilan maqsadiga yetish taktikasiga qandaq taqobil turish ustida nihoyatda astoydil izlangan. Robert Lighthizer bo'lsa, Amerika siyosiy sahnasida 30 yilga yaqin xizmat qilgan. Qattiq qo'lligi bilan 20 necha turlik xalqaroliq ikki taraf savdo kelishimlarini muvaffaqiyatli tamomlagan mashhur shaxs bo'lib, bu qitim bu kishining Amerika bilan Xitoy orasidagi savdo kelishimi suhbatiga mas'ul qilinishi albatta Xitoy uchun ancha yaxshi bo'lmagan xayrsizlikning bisharti deb qarashga bo'ladi. Әмді bu yil kirishi bilan Xitoyning savdo kelishimi haqida qaytadan ustalga kelishi, Shimoliy Koreyani kuzir qilishi va Sharq Turkistondagi lagerlar haqida ko'z bo'yamchilik qilishini dal bu paytga to'g'rilishi kishini o'ylantirmay qolmaydi. Davomi bor.